Salom do'stlar, bugun sizlar bilan gaplashadigan mavzuyimiz hozirda ommaga tarqalgan, ya'ni bank manipulyatsiyasi yoxud 5 pips stop loss. Ya'ni ushbu savdo sistemasida gaplashamiz. Ushbu savdo sistemasida gaplashishdan oldin sizlar bilan avvalambor Forex birjasidagi 7 ta katta sir bozori, 7 ta katta sirini aytib o'tamiz. Sizlarga ma'lumot sifatida aytaman. 90-yillargacha, ya'ni SFT kontraktlar asosida ishlaydigan Forex bozori umuman bo'lmagan, ya'ni oddiy xalq uchun ochiq bo'lmagan. Hozirgi kunda oddiy xalq uchun ochiq. Buni siri asosan yirik banklar, market makerlar uchun yaxshigina daromad manbai bo'lib qolgani uchun bu bozor ochiqchasiga qilingan. Ya'ni bu bozorda likvidlar, ya'ni maqsadli likvidlar, spetsialniy sizning stoplaringizni yig'ilishi barchasi reja asosida bo'lgan. Bu yirik Forex bozoridagi 7 ta sirni sizlar bilan birma-bir gaplashib o'tib ketamiz. Ya'ni birinchisini ko'ribsiz, ya'ni ko'ryapsiz, yolg'on erkinlik. Yolg'on erkinlik. Ular deyishadi Forex desentralizatsioniy bozor, ya'ni erkin bozor deb turib atashadi. Lekin haqiqatda oladigan bo'lsak, Forexda likvidlik hammadan ko'ra 5-6 ta yirik bank, ya'ni bankka orqali yo'naltiriladi. Masalan, asosiy likvidlarni 5 ta yirik banklar orqali amalga oshiriladi. Birinchisi Deutsche Bank, JP Morgan, Citi, UBS, HBS. Ushbu banklar orqali likvidlar yo'naltiriladi. Likvidlar boshida aytganimdek markazlashgan, ya'ni u ochiqchasi bo'lmaydi, bu markazlashgan sistema asosida ishlaydi. Siz ikkinchisida siz real narxni ko'rmayapsiz. MetaTraderda ko'rinadigan kotirovka haqiqiy emas. Brokerlarda dealing disk orqali, dealing disk bilasiz. Dealing disk orqali narxni qayta ishlanadi. Bu degani ular sizga SN deb hisob bersa ham, ya'ni SN account realniy birjaga olib chiqadigan, ya'ni realniy bozorda savdo qiladigan account turi deb turib reklamalar qilishadi-ku. Lekin ularni sizlar to'g'ri ko'ra olmaysizlar realniy birja, spread yoki bo'lmasam har xil manipulyatsiyalar orqali. Hop, uchinchisi stop hunt. Bozor sizni qasddan chiqarib yuboradi. Nega sizni sirini doim oladi? Masalan, e'tibor bergan bo'lsangiz, misol uchun stop lossingizni oladi, ya'ni bozor o'sha tomonga harakatlanadi. Ya'ni yana bitta ma'lumot sifatida aytib o'tib ketishim kerakki, bu yerda ko'p holatlarda biz bilamizki, traderlar uchun 50 ga 50, ya'ni pozitsiya, masalan, bitta bor pozitsiya buy и sell, to'g'rimi? Ya'ni logikani sizga aytib beraman. Buy и sell. Sizda bor imkoniyat 50%. Ya'ni shunaqa deb qarashadi. Ya'ni odamlarga shunaqa deb turib ko'rsatishgan. Ya'ni sizda yo tepaga ketish imkoniyati bor, yo pastga ketish imkoniyati bor. Lekin degan tomoniga, misol uchun, traderlar asosiy SFT kontraktlar asosida ishlaydigan traderlar A nuqtadan B nuqtaga borgan harakatini, spekulyativ harakatidan, ya'ni daromad qiladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, men bitta masalan 3880 yoki bo'lmasa 3880 dan 3900 gacha bo'lgan oralig'idan daromad qiladi. Ya'ni aynan shu narsa, masalan 50 ga 50 degan fikrga qarshi fikr bo'ladi. Siz A nuqtada kirayotganingizda bozor sizni stopingizni olib yoki bo'lmasa katta full kirgan bo'lsangiz, sizni misol uchun minusga tiqib, aynan sizni yo'nalishingizda ketishi mumkin. Bu nimaga dalolat beradi? Ko'p holatlarda 50% dan past, ya'ni sizdagi foyda olish imkoniyati. Ya'ni spetsialniy bunga qaratilgan. 4-inchisi marketing narx, siz uchun trade narx, ular uchun Forexda siz ko'rayotgan ask bit narxlar almashtirilgan narxlar. Katta uchastniklar tier banklar esa boshqa aniqroq yashirin narxlarda savdo qilishadi. Buni last look mexanizm deyishadi. Sizning savdoni bekor qilish huquqi ularda bor. Ya'ni bu gapni osonlikcha tushungan bo'lsangiz kerak. Xo'p, undan keyingisi trading bo'yicha ta'lim, manipulyatsiya yuqori. Nima uchun aksariyat kurslar YouTube Trader hamma joyda support, resistance indikator, retail patternlar, ya'ni aynan shularni qo'lidan chiqqan strategiya, konsepsiyalar, shularni qo'lidan chiqqan savdo tizimi, patternlar, umumiy olganda barcha strategiyalar bularning qo'lidan chiqqan. Ya'ni ular qatdan biladi biz stop losslarimizni yig'ilishi, boshqa bozorda ob'yomga qarab turib, undan tashqari. Siz misol uchun aytaylik, traderlarni bo'ldim. G'oyasi bitta. Misol SNR traderlar bo'ladigan bo'lsa, SNR bo'yicha ishlaydigan, savdo strategiyasi bo'yicha ishlaydigan traderlarning qatta stopi borligi. Chunki ular professional tarzda bu strategiyalarni sizlarni qo'lingizga bergan. Ularni ishlash vaqti bo'ladi. Ya'ni ozgina ishlattirishadi. Masalan, 5 oy, 6 oy, 1 yil, 2 yil, 3 yil muddatda ishlab beradi. Undan keyin faqatgina stop losslar yig'ilish bilan ovora bo'ladi. Ya'ni u bilan aytmoqchi bo'lganim, aynan shu yirik ishtirokchilar, ya'ni banklar, market makerlar, umumiy olganda shu banklar siz bilan biz ishlatayotgan strategiyalarni o'zlari chiqarib, o'zlari o'shanga qarshi savdoga kirishadi. Tushunyapsizmi? Stop losslarni yig'ish maqsadi shunda bo'ladi. Ya'ni yuqorida aytganimizdek, likvidlarni qilinishiga asosiy daromadda o'tiradigan yirik banklar Morgan, Citi, UBS, HSB aynan shu banklar hisoblanadi. Hop, undan keyin ishtirokchilar shu bitimlarni sizga mana bu yerda yozgan. Chunki katta bozor ishtirokchilari aynan shu bilimlar asosida sizga qarshi harakat qiladi. Ya'ni retail traderlarni bir xil yo'nalishda jamlab likvidlikni qo'lga kiritishadi. Aynan shu gap to'g'ri. Ya'ni siz bilan biz ishlayotgan strategiyani, ya'ni ularning qo'lidan chiqqan narsa, masalan, aytaylik ICT bo'ladimi, umuman olganda ularning qo'lidan chiqqan bilimlar asosida biz savdo qilamiz. Ular bizni qayerdan kirishimizni, qayerda entering nuqta hammasini jamlab qo'yishgan. Tushunyapsizmi? Jamlab qo'yishgan. Hop, bu bozor ya'ni algoritm asosida ishlaydi. Ma'lum bir algoritm, likvidlar ham ma'lum bir algoritm asosida ishlaydi. Bu algoritmni kimlar yozadi? Ushbu nazoratni kim qiladi? Bugungi bozor 80% dan ortiq hajmda algoritmik savdolar asosida harakatda. Goldman Sachs, Morgan Stanley,
Stadel, undan tashqari Renaissance Technology kabi HFT kompaniyalari millisekundlar ichida bozorni harakatga keltiradi. Sizning qo'lingizdagi misol uchun buy sell tugma ularning haqiqiy o'yindagi kichik signal. Tushunyapsizlar buni? Xo'p. Narxlar qatta bo'ladi. Ya'ni IE va Darkpool orqali yashirin bitimlar. Darkpool bu yirik ishtirokchilarning ommaga ko'rinmas savdo kanallari. Ya'ni Darkpool alohida sayti ham bor, alohida saytlar bor. Darkpool orqali yirik ishtirokchilarni savdolarini kuzatsangiz ham bo'ladi. Har kuni Forexda katta harakatlar shunday platforma IE tomonidan boshqariladi. Algoritm orqali amalga oshadi. Siz bunday bitimlarni daftarda ham, grafikda ham ko'ra olmaysiz. Ya'ni bu 7 ta sirni gaplashib o'tdik. Ya'ni e'tiborchi bo'lganda nima qilish kerak? Faqatgina minusda chiqiladimi? Yo'q, albatta. Yana bitta narsani ma'lumot sifatida aytaman, win rate degan narsa bekorga chiqmagan. Yirik investorlar, yirik traderlar bekorga qayta aytmaydi. Risk managementga e'tibor beradi. Ya'ni liboy strategiyada ham, men boshida ham aytganman, liboy strategiyada ham risk rewardga qattiq e'tibor berib, sotnisheniyani to'g'ri qilib, ya'ni matematikaga yuzlanib savdo qiladigan bo'lsangiz, to'g'ri foydada chiqib ketasiz. Lekin bozor psixologiyasida bozor, ya'ni buni ixtiro qilgan, umuman olganda buni algoritmga solgan odamlar insonlarning fe'l atvorini biladi. Qanaqa paytda full kirishi, boshqa qilishi, misol uchun 1000 ta odamdan nimaga faqatgina bitta odam trader bo'la oladi? Chunki u nafsini kontrol qilgan bo'ladi. Ya'ni uzun ustida ko'proq ishlagan bo'ladi. Tizim asosida savdo qiladi. Bu yerda kapitalda, boshqada, bilimda umuman gap ketmaydi. Hop, nima qilish kerak degan savolga, bu maxfiy tizimda yeb qo'ymaslik uchun nima qilish kerak? O'rinda retail miqyosda o'ynamang. Ya'ni siz aynan yuqorida sanaganimdaqa bozorni misol uchun faqatgina qanaqadir strategik jihatdan, qanaqadir strategiya asosida analiz qilib, unga faqatgina bog'lanib savdo qilmang. Professional kabi bo'ling. Professional kabi qanaqa bo'ladi? Masalan, men asosan valyuta paralada ishlaganim uchun YouTube'ga ham aynan shu bilimlarni berib turib, darsliklar chiqarayotganim uchun shu misol tariqasida keltiraman. Smart money concept, ya'ni SMC asosida order block liquidity modellarini o'rganing, strukturani aniq o'rganing. Undan keyin likvidlarga ko'proq bilimni sarflang. Bozorda strukturaga harakatini tushuning. Ya'ni harakatini tushuning deganda struktura qaysi tomonga, ya'ni trend qaysi tomonda, trend to'g'ri bo'lsa, doim manipulyatsiya trendga qarshi bo'lishini buni anglang. Tushunyapsizlar? Logikaga ishoning. Xo'p, yana bitta narsa zo'r bu yerda ma'lumot sifatida aytib ketgan, trade emas, manipulyatsiyani kuzating. Trade emas, manipulyatsiyani. Shunda bozor qarshi emas, balki bozor bilan birga harakat qila olasiz. Undan tashqari yana qo'shimcha ma'lumotlarda, misol uchun bu savdo tizimingizga yana qo'shimcha tarzda ma'lumotlar olgani, ya'ni savdo kirish samaradorligini yanada oshirgani kod report bilan ya'ni ochiq pozitsiyalar. Kod report nima? Commitment of traders, ya'ni yirik ochiq pozitsiyalarning hisobotlari haftada seshanba va juma kunlari beriladigan yirik banklarni, yirik ishtirokchilarni umuman olganda ma'lumotlar ko'rsatilgan joy hisoblanadi. Aynan o'sha yoqdan kimga qanaqa model, qanaqa bitimlar borligini, qancha ob'yomda borligini kuzatib turib, unga bilan birgalikda odatda bu bitimlar trendga to'g'ri bitimlar bo'ladi. Shu bilan birgalikda savdo qilsangiz bo'ladi. Bu alohida mavzu. Xo'p, undan keyin liquidity pools, likvidlar joylashgan kuzatish. Liquidity poolni ya'ni nima desa bo'ladi? Liquidity poolni dark pool orqali ham, undan tashqari umuman likvidlar joylashgan joyi kuzatsangiz bo'ladi. Ya'ni ob'yom orqali umuman olganda kuzatish turlari ko'p. Open interest of value analysis. Bu narsa qarang. Odatda biz bilamizki, Forexda 28 ta juftlikda savdo qilamiz. Ya'ni Euro USD, GBP USD, High USD misol uchun aynan shularni futuresdagi holatlarni futures orqali bozorda savdo qilishni o'rgansangiz bo'ladi. Ya'ni futuresga kirayotgan ob'yom Euro USD ga nisbatan Euro USD ni narxini qimmatlatishiga sabab bo'ladi. Chunki futuresdagi Euro USD dagi euroni asosi bo'lgani uchun ham shuni hisobiga bular bilan birgalikda, ya'ni qanaqadir tasdiq, sizda qanaqadir misol uchun awareness deydi-yu, shunaqa narsa oshish uchun, ya'ni tasdiq filtr sifatida yana ishlatsangiz bo'ladi. Keyingisi smart money konseptini yuqorida ham gaplashdik. Smart money konsepsiya haqida misol uchun 4 taga yaqin darsliklarni joyladik YouTube'ga, to'g'rimi? YouTube'ga 4 tadan oshiqroq darsliklarni joyladik. Hop, aynan bugun gaplashadigan 5 pips, ya'ni nazariyalarni tushunib oldingiz. Yanada ko'proq bu haqida yana videolar chiqaramiz. Prosta sizga ya'ni bozor 7 ta sirini, undan tashqari nima qilish kerakligini nisbatan, ya'ni savdo tizimingizni o'zgartiring. Yangilik sizni misol uchun yangicha savdo uslubi, yangicha qarashlar sizni misol uchun cho'ktirmaydi, naborot o'sadi. Bu haqiqatlar bilan birgalikda savdo qiling. Qachongacha u minus qilaverasiz. Riskka amal qiling, kakpolojnik riskka amal qiling. Biz 5 pips bank manipulyatsiyasini tushuntirgan taqdirimizda ham sizga misol uchun buni win rate 50%, 60%, 70% garant demaymiz. Ba'zi bir holatlarda 30-40% win rate bo'ladi. Aynan shu uchun ham risk kontrol qilish kerak, matematikaga yuzlanish kerak. Tushunyapsizmi? 100 dan 99% o'xshaydigan qanaqadir savdo tizimi, savdo strategiyasi umuman yo'q. Tushunyapsizlar? Bu yirik, misolchi banklar siz bilan bizda misolchi kapitallarimizni qo'shganda kerak bo'lsa 10 ming barobar katta bo'lgan misol uchun yirik kompaniyalarga qarshi tura olmaymiz. Algoritmni ishlab chiqqan odamlarga nisbatan qarshi chiqa olmaymiz. Ularning maqsadi, asosiy g'oyasi shu bo'lgan.
Tushunyapsizmi? Likvidlikni maqsadli qilish, stop huntni maqsadli qilish, treyderlar stopini olish hammasi reja asosida. Bu rejadan, bu tizimdan bu siz yangilik qilib, qahramonlik qilib chiqa olmaysiz. Tushunyapsizmi? Qahramon bo'la olmaysiz. Faqatgina nima qilish kerak? Matematikaga yuzlanish kerak. Bu tizimlar chiqishida ham hech kim misol uchun nisbatan bularni ham nazorat qiluvchi bor. Demokratiyaga asoslangan holatda, ya'ni ishlaydi. Shaffof tarzda, shaffoflik, erkinlik g'oyasi nisbatan kuchga ega. Ya'ni liboy strategiyada ishlasangiz ham faqatgina nafsingizni qulab bo'lmasangiz, foyda olib chiqib ketasiz. Ya'ni real holatda foyda olib chiqib ketasiz. Tushunyapsizmi? Xo'p. Endi darsga qaytadigan bo'lsak, mana hozir buni bu yoqqa surib oling. Biz ushbu darsligimizni 7 ta qismga bo'lib olamiz. Ya'ni 7 ta darslikka bo'lib olamiz. Birinchisi bo'lib support resistance buzilishi. Uy narx har doim zonani buzib unga qaytib retest qilishi. Ya'ni SNR bo'yicha support resistance bo'yicha, retest undan tashqari support resistance bo'yicha, talab va taklif bo'yicha gaplashamiz. Ikkinchi darsimizda likvidlik va stop loss ovlash. Ya'ni market makerlar doim retail traderlar joylashgan nishonga oladi. Double top, doji, trend line, umumiy olganda patternlar joylashgan joyi kuzatish. Tushunyapsizmi? Undan keyin order block. Orderlar joylashgan joy bilamiz. Aynan order blockga kelganda fokusni qaratish. Agarda likvidatsiya qiladigan bo'lsa, likvidatsiyasini qilib olgandan keyin ma'lum bir entry bilan savdoga kirish. Undan keyin FU candle. Ya'ni manipulyatsionni shamcha. Shuncha doji yoki likvid ustida wick o'tsa, FU candle ga misol uchun yuzlanamiz. FU candledan foydalanishimizdan sabab aynan biz risk rewardga e'tibor berishimiz kerak. Eng kamida 1 ga 10, 1 ga 5 deylik, 1 ga 5 gacha setup ya'ni setup chiqadi. Xo'p, undan keyin imbalance. Imbalansni hammamiz bilamiz. VVG narx bir zonani baland tezlikda o'tib ketgach, retest qilmagan joy. Foydasi narx qaytib balans to'ldiradi. Ya'ni aynan shu imbalansni to'ldiradi. 6-dars HSK FU retest tushunchasi. Ikki FU bir-birini tasdiqlansa kuchli institutsional, ya'ni manipulyatsiya bo'lishi. 7-dars entry modellar, ya'ni time frame da qanaqa bo'lishi, ya'ni katta time frame dan kichik time frame ga o'tishi, aynan entry vhodlarni aniqlash. Ya'ni bularni jamlab turib bu savdo sistemasini jamlaganingizda balki misol uchun 1 ga 10, 1 ga 15, 1 ga 20 sotnisheniyada ishlaganingiz hisobiga ham sizlarga win rate ko'rsatkichi 50% dan yuqori bo'lish ehtimolligi juda yuqori. Tushunyapsizmi? Aynan sizlar bilan shu mavzular bo'yicha gaplashamiz. Xo'p, ya'ni 5 pips stop loss savdo sistemasini alohida gaplashib o'tib ketamiz. Bizga birinchi bo'lib kerak bo'ladigan narsa support va resistance. Support va resistance misol uchun ko'plab traderlar YouTube'da ham ko'p, undan tashqari kitoblar ham juda ko'p chiqqan. Bu haqida qisqacha to'xtalib o'tib ketamiz. Ya'ni support va resistance, qo'llab-quvvatlash va talab zonalari, to'g'rimi? Ya'ni qo'llab-quvvatlash va qarshilik zonalari, uzr. Hop, ya'ni narx bir belgilangan narxdan, ya'ni support darajasidan, ya'ni resistance darajasiga harakatlanadi. Ushbu resistance darajasi doim qarshilik vazifasini bajaradi. Aynan shu yo'nalishda bozor harakatlanadi. Ya'ni bu bozor qonuniyati bo'yicha ham aynan tushunmoqchi bo'ladi. Ma'lum bir produktning bir narxi ma'lum bir narxgacha bo'ladi. Ya'ni talabgacha, taklifgacha. Agarda narxi yuqoriga o'tib ketishi, ya'ni qarshilik zonasi ma'lum bir davrda ya'ni bu talab zonaga aylanadi. Aynan bizga retest degan tushuncha ko'proq kerak bo'ladi. Ko'p traderlar aynan kelganda yoki bo'lmasa breakout qilganda, breakout bu buzib o'tilishi. Buzib o'tganda ko'p ham retest kutishmaydi. Bu nisbatan agressiv savdo turiga kirib qoladi. Retest kutish ancha foydaliroq bo'ladi. Hop. Retest nima? Retest odatda narx minimum darajani yoki bo'lmasa support resistance buzib o'tgach, ya'ni o'sha darajaga qaytib kelib uni sinab ko'rishi, ya'ni test qilishi. Endi nima degani bu? Bu degani hop. Aytaylik, misol uchun narx aynan bu yerga ya'ni resistance zonaga, ya'ni qarshilik zonasiga kelgan, aynan shu zonani yorib o'tib ketib, qaytib kelib shu zonada test qilinishi, ya'ni qaytib kelib yana shu zonadan davom etib ketishi. Aynan buni, masalan, bu zonani biz resistance deb atab oladigan bo'lsak, aynan shuni buzib o'tib ketishi, breakout qilib, uni kelib turib test qilib turib yana ketishi. Aynan shu narsani biz retest deymiz. Qaytib kelishini retest deymiz. Retest umuman support resistance unchalik tushunmaydigan yangi boshlagan traderlar uchun yana bir bor takrorlab o'tib ketamiz. Bozor ma'lum bir talab zonadan ma'lum bir qarshilik zonasigacha, ya'ni harakat qiladi. Ya'ni bir narxdan ikkinchi narxgacha deylik. Aynan traderlar, biz SFT kontrakt asosida ishlaydigan traderlar aynan supportdan resistancegacha bo'lgan narx oralig'ida spekulativ harakatidan foyda qilamiz. Biz odatda A nuqta, ya'ni biz uchun agarda buy pozitsiyaga kiradigan bo'lsak, A nuqtamiz bu, B nuqtamiz bu bo'ladi. A nuqtadan B nuqtaga ko'tarilguncha orasidagi narxlarning farqidan, spekulativ harakatidan daromad qilamiz. Aynan bizga harakat qilishimizga, ya'ni savdo qilishimizga aynan bu retest tushunchalari, support va resistance narsalari kerak bo'ladi. Tushunyapsizlar? Kerak bo'ladi. Hop. Nima uchun retest qilinadi degan savol ham bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Nima uchun retest qilinadi degan savolga rivojlanishsiz kirish, ya'ni narx darajani buzdi. Biz davrroq kiramiz. Bu misol uchun aytaylik, mana bunaqa qilib tushuntiraylik. Hop.
mana bu yerda to'g'rimi? Xuddi shu tartibda support zonani buzdi narx, buni teskarisi bunga qaytishidan savdoga kirishimiz kerak edi. Lekin ko'p holatlarda buzishiga bu yerdan savdo kirishadi, stop losslarni bu yoqqa qo'yishadi, yo bu yoqqa qo'yishadi. Risklarni kontrol qilgan holatda qo'yishadi. Undan keyin bu yoqqa kelishini kutishmaydi. Lekin bozor bu yoqdagi likvidlarni yig'ib, umuman bu mavzuga qaytmadik, umuman yana o'zining yo'nalishida davom etib ketishi mumkin. Shuning uchun ham nima qilish kerak? Bozor buzdimi, retest qildi. Retest qilganda qaysidir, misol uchun price actionga asoslanib likvidlarni yechilishiga qarab turib yoki bo'lmasa test qilishiga qarab turib, bu yerdagi narx obyomi harakatiga qarab turib, keyin savdoga kirish kerak. Bo'lmaydi bunda. Misol uchun bu yerda selga kirib olasiz deb bu yerda bam, sizga minus olib keladi bu. Bu aldamchi holatlarni, manipulyatsiya holatlarini olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham kutish, bu bozorda kutish eng yaxshi pozitsiyalardan bittasi. Xo'p. Undan keyin misol uchun retest nimaligini to'liq masalan jaytali tilda tushuntiradigan bo'lsak, mana nima misolda tushuntirsak bo'ladi. Xo'p, masalan, bitta bola derazani, ya'ni umuman uydan derazadan tashqariga sakradi deylik, to'g'rimi? Ya'ni oddiyroq misolda tushuntiramizda, yangi boshlaganlar ham bor. Derazadan tashqariga sakradi. Derazadan misol uchun oshib tashqariga sakradi. Masalan, birinchi etajda turadi. Derazadan sakradi. Sakrab turib ketayotgan joyida, aytaylik, mana bu uchun deraza. Mana bu u uchun deraza sakradi. Sakragandan keyin uy kaliti uyda qolib ketgan. Ya'ni qaytib kelsa uyga kirish kerak-ku, derazadan misol uchun ma'lum bir miqdorda kira olmasligi mumkin. Aynan uy kaliti qolib ketgan. Aynan uy kalitini oladi, olishi bu retest. Uy kaliti uchun qaytib ketishi. Uy kalitini olib ketib, yana yo'lda davom etib ketadi. Aynan bu pozitsiya. Xuddi shunaqa oddiy misollarda tushuntirib olsak bo'ladi. Buni narxlarning, ya'ni real grafikda ham ko'rsak bo'ladi. Retest tushunchasini, umuman bozordagi retestni aniqlash, umuman olganda SNR, ya'ni qarshilik zonalarini aniqlash. Qarshilik zonalarini aniqlashda, hop, umuman liboy narxi harakatidan ko'rib olsak bo'ladi. Masalan, sizga endi SNR mavzusini, retest mavzusini ko'p kishi tushungan uchun qisqa qilib turib baribir yangi boshlayotganlar borligi uchun ularning hurmatiga tushuntirib o'tib ketamiz. Hop, aytaylik, misol uchun bu yerda nima bo'lyapti? Ko'z bilan ko'rsangiz bo'ladi, bozor narx aynan bu yerdagi misol uchun mana qarang. Mana shkalada belgilaylik. Bu zona qarshilik zonasi vazifasini bajaryapti, to'g'rimi? Aynan bu zona qarshilik vazifasini bajaryapti. Undan tashqari mana bu yerda zonani qarshilik darajasini yorib ham o'tyapti. Undan keyingi qarshilik vazifasini bajaradigan joy, ya'ni talab zonasini bajaradigan joy bu yoq bo'lyapti, to'g'rimi? Aynan bu. Chunki narxlar eng ko'p urilgan tomonini aytsak bo'ladi-da. Narxlar ko'p kasaniya bergan tomonni. E'tibor bering. Aynan shu zonadan kelyapti, kelib turib mana bitta manipulyatsiya qilyapti. Hop, undan keyin yana yorib o'tdi, yorib o'tgandan keyin test qilyapti, retest qilyapti, ketdi. Ketgandan keyin mana tushdi. Aynan aytganim retest kuting. Mana ketdi, bozor yorib o'tdi, yorib o'tgandan keyin qaytib ketgandan keyin narxlarning harakatiga qarang, impuls bor yo qanaqadir candle bo'yilishiga qarab turib savdo qilsangiz bo'ladi. Undan keyin yana kelyapti. Mana yorib o'tdi, yorib o'tgandan keyin, qarang. Yorib o'tgandan keyin yana narx, masalan, stoplaringiz bu yoqda bo'lsa, sizni olib ketishi mumkin. Aynan shu zona biz uchun interesli ekan. Hop. Bu yoqda nima bor? Bu yoqda ham qanaqadir qarshilik level bor. Undan keyin harakatiga qarab turib savdo qilsangiz bo'ladi. Bu yerda bitta fake holat bo'lyapti. Bu yerda yorib o'tdi, yorib o'tgandan keyin qarang, e'tibor bering. Mana bu yerda retest qilyapti-da, ya'ni narx yo'nalishida harakat qilyapti. Narx yo'nalishida harakat qilyapti. Yana bu yerda ham misol uchun ko'rsak bo'ladi, bu oralig'ida bor. Undan keyin ko'p urilgan, narx urilgan joyi mana qarang, e'tibor bering. Mana qaytargan, bu ham narx qaytargan joyi. Ko'ryapsiz? Hop. Mana bozor aynan shu harakat davomida mana ko'ryapsizmi? Harakat davomida keldi, ketdi, keldi. Mana yorib o'tdi, retest qilyapti, bu yetib bora olmadi. Retest qilib turib hammaning stopini yig'ib ketdi, qarang. Retail traderlarning stopini yig'ib ketdi. Shu holatni nima qilish kerak? Kuzatish kerak. Ob'yomga qarash kerak. Bu shamni o'zi misol uchun qanaqadir korreksiya va impuls korreksiya mavzusida ham tushuntirib o'tgandik. Bu SMC darsiga kirishda shamlarning candlelar orqali burilishini logikasini, ya'ni bozor narxlarini harakatini tushunmoqsangiz bo'ladi. Bu yerda misol uchun qarang, bu shamni daji yopib tanasi bilan yopa olmagan. Undan keyingi sham eng yuqorida bu qolyapti, hammaning likvidlarni yechyapti. Bu yoqdagi narxdan savdo kirilyapti. Misol uchun bu yerdan savdo kira olmaysiz. Idealni tushuntiradigan bo'lsak, bu holat bo'ldi. Undan keyin sizga misol uchun likvidlarni to'plagan, manipulyatsiyalarni qilgan, stoplarni yiqqan sham aynan bu sham bo'ladi. Sizni savdo kirish nuqtangiz bu yerdan bo'lsa bo'ladi. Endi FU candle'ga asoslanib qilsangiz ham bo'ladi, lekin umuman logika asosida bu yerdan kirsangiz bo'ladi. Chunki bu SNR'chilarning stopini yiqqan sham. SNR'chilarning stopini, chunki ko'p stop SNR'chilar bu yerdan savdo kiradi, bu yoqda stop lossi, bu yoqda stop lossi bo'ladi. Bularning stopini yig'ib ketgan sham hisoblanadi. Tushundingizmi? Ya'ni aynan retest kutganingiz yaxshi. Buni misol uchun manipulyatsiyaning sham demasangiz ham, qanaqadir pin bar sham desangiz ham bo'ladi. Pin bar chunki viki uzoqroqda, narx mana bu 3355 ta pastda yopilyapti. E'tibor bering, pastda yopilgan, mana bu yerda yopilgan. Bu manipulyatsiya qilgan sham. Aynan shu sham vikidan ma'lum bir joydan yoki bo'lmasa bu yoqqa kelishidan savdo qilsangiz bo'ladi. Chunki likvidlar to'plangan. Tushundingizmi? Retest aynan shuni qaytishi. Tushundingizmi? Retest aynan shu shamni qaytishi hisoblanadi. Mana bu yerda ham misol uchun endi kichkina holatda bo'lganim mayli. Narxlarning harakati bu yerda. Qarang, bu manipulyatsiya qilgan, chunki ko'p qaytargan joyini olamizda. Bu manipulyatsiya qilgan joyi. Undan keyin bizda bu bor. Qarang, mana bu yerda qarang. Ko'p holatlarda bo'ladigan narsa.
keldi. Hop ketdi. Bu yoqda siz talab va taklifni aniqlay olmaysiz. Bu yoqda kelgandan keyin burilgan pastga harakatlantirgan ping-pong tarzida ishlab olsangiz ham bo'ladi. Lekin breakout asosida ishlaydigan bo'lsangiz, retestdan ishlaydigan bo'lsangiz, buni kutishingiz kerak. Mana keldi bozor, yorib o'tdi. Mana bundan qilaylik. Masalan, yorib o'tdi, retest yana pastga yorib o'tib qo'ydi. Ko'ryapsizmi? Pastga yorib o'tdi. Ya'ni qanaqadir tasdiqni sham shakllanmadi. Bu yerda e'tibor bering. Tasdiq beradigan sham. Bu agar yashil bo'lganda, bu yerdan savdo kirsangiz bo'lardi. Agar bu korobkaning ichida bo'lganda. Keldi bozor, kelib turib, ya'ni ketdi pastga. Ko'ryapsizmi? Bu yerda agarda tap-tip savdo kirib qo'yganingizda siz bayga stoplaringizni olib ketardi. Bundan ketdi. Keyin mana yoryapti. Yorgandan keyin nima qildi? Mana engal fil shakllashtirib, oxirgi likvidlarni yig'ib, o'zi ketdi. Tushundingizmi mana? Bu yerda ham engal fil shakllantirdi-ku degan savolga javob tariqasida bu yerda korobkaning ichida bo'lmaydi. Tushundingizmi? Korobkaning ichida bo'lmagani uchun ham bu retestni misol yaxshigina test qilmagan deymiz. Tushundingizmi? Bu yerda engal fil nisbatan buriluvchi sham kuzatilgan, ya'ni korreksiya boshlangandan dalolat bergan umuman ichki bo'yicha. Lekin bu korobkaning ichida emas, korobkaning tashqarida yopilib qolgan. Bu esa korobkaning pastida yopilmayapti. Bu yerda xavfsiz kirish bo'ladi. Siz savdoyingiz kirish bu yoqdan, stopingiz masalan mana bu yerda kirsangiz ham bu yoqqa stopini qo'ysangiz, ko'ryapsizmi? Birga 3 reward ishlasangiz ham mana normalniy соотношениеda olib chiqib ketasiz. Ham bitgacha bo'ladigan bo'lsa ham. Tushundingizmi o'rtoqlar? Xo'p, bugungi darsimiz aynan retest va support resistance'dir. Chunki bozorning narxlarini umumiy olganda qolgan bilimlarni ham bilib olgan yaxshi, chunki teoriyani bilib olgan yaxshi. Chunki patternlarni juda yaxshi o'rganish kerak. Chunki o'tlida patternlarda misolcha aktual bo'lgan joyda, masalan, double top deylik. Double topda pastni aktual qilib minimumni sindirishi ko'p holatlarda bitimlar o'sha yerda yotadi. Minimum sinishiga entrylar o'tda bo'ladi. Entryda joy bor joyda, ya'ni orderlar bor joyda, bitimlar bor joyda, stop losslar bor joyda, likvidlar bo'ladi. Ya'ni double topni maksimumda misol uchun stop losslar yotishi mumkin. Double bottom misol uchun, double bottom minimumlarda stop lossda u likvidini yechib yana bozor yo'nalishida ketib qolishi mumkin. Triple top, umuman olganda triple bottom farqi yo'q. Symmetric triangle-da misol uchun buyurish wedge-da farqi yo'q. Tushunyapsizmi? U bilimlarni yanada mukammal bilishingiz siz bozorning logikasi, как banklar kabi. Tushunyapsizmi? Banklar kabi savdo qilishingizga olib boradi. Aynan bu yerdagi ssenariyda hammani stopini yig'ib ketdi mana. Tushunyapsizmi? Bu yerdagi stoplarni kirib ketdi. Ya'ni bez tasdiq savdo kirishning sababi shu yerda. Ya'ni oqibati shu bo'ladi. Bu yerda kelyapti, bu yoqqa kelganda savdoga misol uchun buy pozitsiyani ochyapti, ochgandan keyin nima qilyapti? Stoplarni yig'ib paq ketdi. Stopingiz 1000 bu yoqda bo'lgan taqdirda ham, misol uchun bu yerda ham stoplar borligini hisobiga bu stop losslarni yig'ib ketdi. Yig'ib ketgandan keyin bozor o'zining yo'nalishida harakat qilib ketdi. Aynan shu zonadan misol uchun savdo qilsangiz bo'ladi. Bu likvidlarni tergan nuqta yoki bo'lmasa, qarang, buni aynan bu zonadan. Yana pastga ketib manipulyatsiya qildirdi-da, tushunyapsizmi? Nimaga manipulyatsiya qildirdi? Men sizga bitta narsani aytib beraman, bu yerda narxlarni o'qib borishingizga. Hop. Bozor ketdi. To'g'rimi? Kak hamma uchun sel degan, ya'ni g'oyani berdi. G'oyani berganda atkat qildi. Atkat qilgandan keyin bu sham pastgacha tushdi. Tushundingizmi? Tushdi, pastgacha tushdi-da, ya'ni yuqoriga qarab harakatlanib ketdi. Bu yerda ko'p kishining stopini olib ketgan. Ko'p kishi misolchi bu yoqdan kirgan, buni ustiga sham qo'ygan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam, umuman olganda stoplar bu yoqda bo'lishi mumkin. Hamma stoplarni yig'ishtirib, bozor o'z yo'nalishida davom etib ketdi. Tushunarli bo'lgandir, ha? Ya'ni multi time framelarda kichik stop loss bilan savdo qilish uchun baza kerak bo'ladi. Bu baza misol uchun oddiygina FU candle o'zi bilan misol uchun internetda ko'p tarqaldi, FU candle o'zidan kirishyapti. Yo'q, birinchi strukturani qarang. Bozor psixologiyasi qanaqa, shu narsalarga e'tibor berib turib savdo qilish kerak bo'ladi. O'rtoqlar, vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Xudo xohlasa qolgan 6 ta qismini ham etap joylashtiramiz. Shu bo'yicha, ya'ni dalishni bektez davom ettiramiz. Biz nima uchun
SMC darsliklarini joylab keldik. Bu narsa ham kerak bo'ladi. Chunki likvidlarni, konsepsiyani, strukturani aniqlashda SMC eng oddiy tizimlardan bittasi. Bu yog'i uje murakkablashib ketadi. Ya'ni bu bilan sizga 99% o'xshaydi degan narsani o'zi yo'q. Tushunyapsizmi? Sizga bozor 100% boyida berishi, ya'ni kafilligini olmagan, faqatgina siz o'sha bozordan yaxshigina foyda olib ketish uchun shoshqaloqlik qilmang, FOMOga berilmang, savdoni sabr bilan kuting, manipulyatsiyalarni kuzating. Manipulyatsiya bo'lgandan keyin, ya'ni oddiy qilib aytganda likvidlar sweep bo'lgandan keyin, likvidlar yechilgandan keyin mana bu stop losslar terildi. Ha, demak nima holat bo'ldi? Undan keyin tasdiq qidiring. Mayli bir oyda misol uchun 10 ta savdo kirmang, 5 ta savdo kiring. Zato win rate ko'rsatkichingiz mana aytdi deng, misol 70, 80, 90, kerak bo'lsa 99% bo'lishi mumkin. Samarasiz savdoga kirib tashlamang. Likvidlar yechildi, yechilgandan keyin, ya'ni pastga misol uchun bozor o'zi yuqoriga ketmoqchimi? Qarang. Bozor teoriyasi, logikasi shunaqada. Bu nuqtaga bormoqchimi? A nuqtada, masalan, A nuqta bu deylik. A nuqtadan B nuqtaga bormoqchi deylik. Aynan bozor pastga bitta otadi, yuqoriga ketadi. Ya'ni ma'lum bir miqdorda S nuqta yasab, S nuqta yasab aynan B nuqtaga harakatlantiradi. Endi aralashtirib yordimmi, lekin shunaqa logika shu. Bu yoqqa bormoqchi bo'lib turib, avval pastga o'tadi, yuqoriga ketadi. Ya'ni o'tkazpar likvid mavzusida ham tushuntirganda, agarda 500 lot ob'yomda 500 million dollarlik pul yuqoriga, misol 500 lot deylik, 500 lot yuqoriga buy kirildimi, pastda ham 750 lot bo'lishi kerak. Ya'ni market makerlar, umuman olganda banklar savdoga kirish uchun, ya'ni o'tda misol uchun qarshi pozitsiyalar bo'lishi kerak yoki bo'lmasa o'tda stop losslarni yig'adigan joy bo'lishi kerak. Aynan bu yoqda kirilishida banklar savdoga kirdi deylik. Qarang, bu yerda kimlarning bitimi yotibdi? Retail traderlarning bitimi yotgani uchun bu yoqda hammaning stopini yig'ib ketdi. Tushundingizmi? 99% holatdagi odamlar bu yerdagi kutadi. Ya'ni keladi, pax buy ochadi, stop yeydi, stop yegandan keyin yana yuqoriga yorib o'tadi, yorib o'tgandan keyin yana buy bir marta kiradi, stop yeydi, ikkinchisiga keyin stopini bu yoqqa qo'yadi, yana stop, uje uchinchisiga kirgani uje 100% aytaman, yo'q. Ulardagi psixologiya ko'tarmaydi. Ishonaveringlar, psixologiya ko'tarmaydi. Xo'p, salomat bo'lasizlar do'stlar. Keyingi darsgacha sizlar bilan Urfa